Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 15-bob. Tashnalik sadosi. Davomi. Tog' qoptallari to'g'ri kelganlar yerlardan andimi yo'q, gazdimi yo'q ko'linib ketgan edi. Ba'zilari quduqdek tik, ba'zilari iriq o'stanlardek usti ochiq, yantu, yana ba'zilari laxmadek o'yilib, xuddi siriq quyruq teshgan to'shiklardek agri-bugri, egizpas, ishqilib qayarning topsi qizg'uch yoki kulrang bo'lsa, "Ha bo'ldi, mana shu yerdan zak chiqidi" deb qiyos qilibla, bu yerdan ko'lab kirib, u yerdan teshib chiqarayotgan edi. To'pilar tog'dek egiz do'linib ketgan bo'lsa-mu, kari bo'lmay, besvalarmi demay, yenidila yana quduqlar ko'linib ketgan edi. Anjambay bundaq jon bilan o'ynashgan yerda mahbuslarni ishlatishga unimidi. U 2 qadamni bir chamdab yugurib yurib, paynakvash qaqas tog' cho'qqalarini, oli tog'il qaptallarini, yon bag'irlarini araladi. Shundan keyin bu tog' tavasi qizib ketdi. Toshlar, dashqallar to'plarni tozitib pastga guldirlab, do'milab tushishga boshladi. 2 kungacha tosh dangallarning joq-joq, taq-tuq urilgan sadolari tog'larni larziga keltirib, chang chiqaribdi. Tog' ustidagi tosh dangallar tozalanib bo'lingandan keyin döva to'plarimi pastga serildirib tugatildi. "Ag'inalar", dedi Anjambay o'skilan sarg'uch bo'rtini silab turib, "bizga jon lozim. Jonli bo'ladigan belni ching bog'lab o'g'il baldak ishlasakla hammani qilib tugatalaymiz. Xudodan ömrimizni tilayli, uzoqroq ömür ko'rayli. Shunga zakni chashqan to'shkidek o'nkir ko'lab almayli. Jon bilan o'ynashmayli. Iriq o'stan chapqandek ustidan ko'lab alayli. Xudoyim mushkulimizni oson qilg'ay. Kallimiz sagak, ko'zimiz ro'shan, xulqimiz ochiq, putqulimiz chaqqan, dilimiz yo'ruq, ko'nglimiz Xudodan bo'lsin. Bo'lmasa u chaqda" u burilibla gumbaz tarafga tikildi-da, turibla qoldi. Apla, og'zimdan kupurliq chiqib ketgili tas-tamas qoldi-ku. Tilim qursin, tova qildim tova. Shum xiyol, yomon niyat, yomon ishlarni qilishdan saqlag'aysan, tova. U yaqisni tutib levini tishlab, jimmida turib qoldi. Shaksizki, uning qabrlarini ko'rsatib turib jim bo'lib qilishi, hushyor bo'lmasak, bizmi ashularga o'xshash o'lib ketimiz demakchi ekanligi ayon edi. Lekin u undaq demedi. Yo'q, undaq demaydi, deyalmaydi. Uningcha bo'lganda ashunda qamlashmagan gaplar bilan ularga o'xshash ko'ngli sunuq, qismat do'zaxida gunohsiz ko'yayotgan bosh panohsiz bechoralarning ko'nglini yerim qilish o'limga loyiq gunoh bo'ladi. "Yuringlar", dedi u bo'sh ovozda. "Hammamiz tang boshqa turayli. Aman esenligimiz uchun yo'l izlayli." Zak ko'lash boshlanib ketdi. Ko'linayotgan azgallar xuddi iriq o'stanlardek ustidan echib ko'linishga boshladi. Tog' qaptilini bo'ylab chepilayotgan ketman gurjaklar qiypash tushgan kunning qizg'ish nurida val-vul par-pur parqiraydi. Anjambay tong sahardala o'rnidan turib ketdi. Jilg'iga sakrab tushib, muzdek sovuq suvda huzurlanib yuvindi. Tarat ilib, bamdod namozini o'qidi. Gumbazning qishiga berib, topsi serilib tushib ketgan qabrlarning to'plarini yo'lab egizlatdi. Andin yukinib o'ltirib, xatmi Qur'on qilib, arvohlarga atab duo qildi. Kun chiqishi bilan tang ovga chiqib ketdi. Amdi u ovga chiqqanda uni nazorat qilib orqasidan agishib olganlar yo'q edi. Lekin uningga berilgan o'q yanala 2 tal edi. Mushu 2 tal o'q badaliga 2 kiyik keladigan, biri kam bo'lsa bo'lmaydigan bo'ldi. Uning marganligi hammani qoyil qilgan edi. Tog'da Anjambayning ilgari tonishgan xili ko'p qirg'iz og'inlari bor edi. Buguni uni ikkisi yo'qlab ketsa, ertasi o'guni yana 2-3 kelib uni izlab turadi. Ular har qitim kelganda o'zlari ovlagan kiyik va boshqa ov ne'matlarini olg'ach keladi. Lekin buni jandarma, do'rg'lar bilib qolsa bo'lmaydi. Navoda bilib qolsa o'chada, "Ha, mana emasmi? Anjambay kishilar ilib kelgan kiyiklarni bizga o'tkazib berib, uning hisobiga bizdan olgan o'qlarni
yo'shirib odam aldapti degan gumon paydo qiladi. Demismi, ish dal shundoq edi. Shunga ular tog' jilg'isining ichkarisidagi qorong'u o'nkir oldida uchrashadigan, ular ilib kelgan kiyiklarni shu yerdala so'yib, ondan bu tarafga yondirib keladigan bo'lib kelishgan edi. Shundoq qilib, kiyiklarni uning qirg'iz og'inlari ovlab keladigan, o'qlarni Anjanboy saqlab qo'yadigan bo'lishdi. Bir kuni u yig'ilib qolgan o'qlarni Tahir, Zohirlarga berib o'tib, o'qlarni obdan saqlab qo'yinglar. Vaqt kelganda obdan asqatidi, dedi. Anjanboyga, dedi Zohir o'qlarga havas bilan qarab turib, tepilsa mushundaq o'q tushadigan miltiqdan birarni qo'lga tushirgan bo'lsak, bak yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Sen degan miltiqlar cho'qim qo'lga tushidi, dedi Anjanboy kulib turib. Miltiq bo'lmasa, biz zulmdan qutula olmaymiz. Ular kech kirganda ondan xo'shlashdi. Anjanboy ular qapqanda tutib olg'ach kelgan ikki kiyikni so'yib, o'shnisiga artib, jug'i kichik, qizil tumshuq, qizil pochaq, tog' qog'isini beshiga qo'ndirib, minib yinib keldi. Bu tog' qog'isi nihoyatda sho'x edi. Eli uning u mursiga qo'nib quloqlarini cho'qsa, eli bu mursiga likkida o'tibla uning burnini tatlaydi. To'xtamay kishkak ovoz chiqarib sayraydi. Shu kunlarda papa aptab pijig'irim issiq jonni qiynig'li turdi. Osmon aynakdek supsuzuk, bulut didori ko'rinmaydi. Hatto pu qilsila uchib ketadigan quruq g'azonlarni shiriqqida midiriltalig'idek tog' shamilimi chiqmadi. Qaqıram pishig'irim issiqlarda ishlashga ular ko'nib qolgan. Hech qisi yo'q, lekin yalang oyoqlarga bak uvol bo'ldi. Ular topanlari ko'yib, yerga dasiyalmay shig'illiqda xuddi toshqanlardek dik sakraydi. Eng yamini burundan qon ketadiganlar, ichi suradiganlar, beshi og'riydigan, qaydigan, qizitib qoladiganlar kundan kunga ko'payib ketdi. Shaksizki, ularga issiq o'tib ketgan edi. Avut atining beshi qatdi. Dora texi yo'q. Qanday qilish kerak? Bu kasal kizikka aylanib ketsa, Allohu akbar. Xudoning urg'uni shu-da. Yoyi dorga jandarmalarning kari nima? Parvoyi palak, nashsini chekib, qimarini o'ynab, o'z ko'nglini xo'sh qilib yurgan. Avut atining ichi titildaydi. Lekin kasallarning qanday qilsa shifo topadiganligini u bilmaydi. Oxir u boshqa iloj qila olmay, yana Anjanboy bilan ko'rishdi. Uningga ilojini qilib, bir tepib kelishni topaladi. Anjanboy tog' qog'isini mursiga qo'ndirib yurib ketdi. Uni 3 kun saqlashdi, lekin u texcha qaytib kelmadi. Shu chog'da yezim yoyi zaharlik yeydi. Qandoq? Men demadimmi? Jinidan to'ygan undaq odamlarga ishangil bo'lmaydi deb. Man amdi javobini o'zlari qilsizlar. Dal shu chog'da Anjanboy liqqida quruq o't xas qachilangan tog'arni ko'tarib kirib keldi. U tebib topolmabdi. U yan tep-chipib, bu yan qatirab yurib, oxir 90 yoshdan halqigan bir dehqonga uchrab qapti. U dehqon uningga mushu bir tog'ar quruq o't xasni beribdi. Mushu o't xasni qaynatib ichib bersa, yana atigini oqshimi sovuq suvga cho'milib bersa, issiq olmaymish. Navada issiq o'tib ketgan bo'lsa-mu, mushu o't xasni qaynatib ichib bersizlar, kesili shifoliq tepib saqib ketarmish. Mushu gap bo'yicha Anjanboy hiliqi o't xaslarni qaynatib kasallarga ichkizishga boshladi. Mayli saq bo'lsin yoki kasal bo'lsin, hamma odamni atagini oqshimi jilg'idagi sovuq suvga cho'mildirdi. Degandek, uzoqqa qolmayla kasallar asta saqib o'rindan turib ketdi. Shundan keyin yana issiq o'tib ketganlar ko'rilmadi. Shundala Anjanboyning ko'ngli aromiga tushdi, lekin u yanala aldirash edi. Tong sahardala kishilarni suvga cho'milishga ilib boradi. Namozni o'qib bo'libla, hiliqi miskin qabrlar ichida yotgan ega chaqsiz bechoralarning ro'yiga atab duo qiladi. Ovdan yenib kelibla zak qo'llanayotgan azgallarni aralaydi. Tekshirib xatarlikning oldini oladi. U mushundoq aldirmasa oyda 2 qitim keladigan 40 necha eshak karvoniga yuklashga zak ulgurmaydi. Zak kamlab qoladigan bo'lsa, amaldorlarning ochiq kelib, mahbuslarning turmada qamilib yotadigan vaqtini uzartib o'tadi. Lekin mahbuslar baldurroq yo'ruq dunyoga chiqishga,
ata-ana urug' tuqqan bola chaqalari bilan jam bo'lishga taqozo edi. Ularning qalbini faqat shularga o'xshash turma hayotini beshidan kechirgan odamlarla tushunishga qodir edi. Anjamboy oqshomlari dutarni sazlab chilib, naqshisini larzon etib, mahbuslarning ko'nglini ochatdi. Gohida texi yarim kechgacha mashrabmu qilib beradi. Sol qishini lip-lip qilib o'ynab, boshqalarni kuldiratdi. Bundaq chaqlarda jandarma, do'rg'ilarmi ularga qo'shilib, usulga tushib, naqsha etib, ich pushqini chiqarishadi. Anjamboyning tog' qarg'isi yoyi jandarma, mahbus deb ayrimaydi. Tinim tapmay kishkaklab, sayrab, yeli onun beshiga qo'nib olib, qo'lqini cho'qsa, yeli buning mo'risiga qo'nilib, burnini tatlaydi. Hamma odam uningga amroq edi. U bir tishlam go'sht tashlab berib baqatdi. U shuncha ko'p odamlar orasidan Anjamboyni osonla to'navlatdi. Anjamboyning ovozini anglab qolsalar, sayrab uning qishiga uchib keladi. Oqshimida simildab yig'ishga boshlagan yomg'ir tong saharga yaqin ulg'ayib, bo'ronliq sharqiratma yomg'irga aylanib ketdi. Pat arada havo echildigandek emas. Kun petish tarafdan xuddi xumdandan chiqqan tutundek turilib kelgan qop-qora bulutlar osmonni qoplab ketganlikdan shu tapda kun ash vaqti mezgili bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin olam jahon xuddi qop-qora istidak ostida qolgandekla g'uvalashib qolgan edi. Anjamboyning bundaq judunliq havo bilan kari bo'lmadi. Ovga chiqish uchun hozirlandi. Avut ata buni ko'rib uning oldini to'sdi. Qarsla inim, bugun havoning alpozi bek o'sal, xem xatar chiqib qolmasin. 1-2 kun go'sh yemganga birnim bo'lib qolmasmiz. Barmisizlar? Bundaq bo'ron chapqunliq yomg'irda hayvonlarmi, uchar qushlarmi ovsiga kirib oladi. Tapqil bo'lmaydi. Anjamboy kulib qo'ydi. Ey avutga, o'g'il bola degan mushunchalik shildir shoxning bo'ron chapqunidan qo'rqib qolsa bo'lamdi. Uning ustiga ovni ovsida ovlash texmo bek ko'ngillik bo'ladi. U shundaq debla bir xil tog'arning ikki burjikini qatlab, bir-birining ichiga kirgizib, beshiga o'lpaqchilab kiyibla yurib ketdi. Oldi tarafidan qiypash urilgan bo'ronliq yomg'ir uning yuzlariga tarsildab tushib, ko'zlarini ochqili qo'ymaydi. Tog' bag'ri patqoq, tiylig'oq bo'lib ketgan edi. Bo'ron uningga urilmoqda, yomg'ir sharqirab quyilmoqda. Chit chatqallar, egiz tik qiyolar, o'ng'ul-do'ng'ul egiz pastliklar uning mingishiga tutli-kashang bo'layotdi. Lekin Anjamboy pat to'xtab mangdigan yo'lni obdan farq qilib olib, bahraman holda mingiverdi. Ulishkun u oldidagi to'qayda bir molchi qirg'iz bilan ko'rishib qolgan edi. U uningga "Tahir, Zohirlar siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Maslahatlashadigan muhim ishimiz bor. 3 kundan keyin qora o'nkirda ko'rishaylik" deydi, deb ketib qolgan edi. Shu gap bilan oldin kutishkini bo'yicha dal mana bugun ular bilan ko'rishmasa bo'lmaydi. Shunga u shivirg'anliq yomg'irga qarmay aldirabla yo'lga chiqqan edi. Kiyim kechaklari chiliq o'l bo'lib ketgan edi. Anjamboy o'zining farzi bo'yicha alohizal tush vaqtida ustidan sherildab yomg'ir suvi tushayotgan bir o'nkirning oldiga keldi. U atrofiga bir qur qaratib o'nkirning ichiga kirdi. O'nkirning ichi qop-qorong'u edi. Havo ochiq kunlari qiypash tushgan kun nurida uning ichidagi quram toshlarni, egiz pastliklarni ancha-muncha ilg'a qilg'ilib bo'lgan bilan bugünkidek havo tutuq tumanliq kunlarda hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Shunga zamonlardan biri qorong'u o'nkir degan nomi bilan mashhur edi. Anjamboy siypab yurib bir quram toshni topdi-da, uningga o'ltirib miltiqni qo'yib turishiga uning yenidan bir nima shippida o'tib ketgandek bo'ldi. U shunda qarabla o'nkirning og'zidan chiqib ketayotgan bir bo'rini ko'rib qoldi-da, yuragi qartid qilib ketdi. Voy kasofat! Miltiq do'risining purqini ilib qo'rqib qechibsan-da, bo'lmasa tuyuqsizla bo'ying'ila esilsang. Voy xudoyim, bir saqlabdi. U shu xiyol bilan dakka-dukkida o'ltirganda talada otlarning do'pirlab mangan ovozi anglanib qoldi. Anjamboy likkida o'rnidan turib talaga chiqdi. Boshlariga xuddi Anjamboyga o'xshashla
qil tag'arni o'lpaqchilab kiyib olgan gavlik chikki yigit atdan tushdi. Bular aka-uka Tahir, Zohirlar edi. Ular ko'rishib, tinchlik amonlik so'rashgandan keyin o'nkirga kirishdi. Atlarnimi akirishdi. "Men sizlarni kelolmasmikin deb ansirab turatdim", dedi Anjambay kulib turib. "Avajahan mundaq. Bu gaping qamlashmidi adash?" Tahir uning so'zini bo'lib etdi. "Qaysi qirg'iz bo'ron chapqundan qo'rqadi deysan? Biz aslidilla mushundaq bo'ron chapqunliq zaminda tug'ilib, o'sib, pishib ketgan tursak." Zohir gapga luqma soldi. "Lavzimiz lavza, qilimiz deganni cho'qim qilimiz." Ular uch og'ina tangla qaqoqlab kulishdi. "Og'ina", dedi Tahir so'z boshlab. "Anglasa, ili taraflarda qo'zg'olon ko'tarishga tayyorlanibdimish. Sen Anjan, Toshkentlarda ko'rgandek yo'qsullarning hukumatini quradi ekan. O'rislar tavasidan mol qo'g'lab kelgan molchilar shundoq deydi. U molchilar texi silining Jungoning ichkiri qismidimi yo'qsullar allaqachon qo'zg'algan. Ularga kompartiya rahbarlik qiladi ekan. Dahshatli so'qish bo'libdimish", dedi. "Barakalloh", dedi Anjanbay xushalliqida o'rnidan sakrab turib ketib. "Ajab obdan bo'pti. Azmat odamlar ekan. Ular u mal'unlarning jajisini baldiroq bergaydi ilohim. Mushundaq azmatlarning chiqishini Xudoyimdan kech kunduz tilaydim. Ah, ulug' Xudo, murodimizga yetkazgaysan. Madad qilg'aysan. Bizni mu odamdek yashashga nasib qilg'aysan. Men Anjanda kommunistlarni ko'rgan. Ular karomat noch odamlar jumo. Bizning mu kunimiz tug'ildigan bo'ldi. Xudoyim berdi degan shu. Endi biz mu shu yetmayli. Şuna dal bugun maslahatlaşib olayli deb sana xabar qilgan edik. Toshqo'rg'on taraflardimi qo'zg'olonning shapsi bor deb angladik. Biz yoki ili tarafga o'tib u yerdagi qo'zg'olonchilarga qo'shilish yoki mushu joyimizda turib qo'zg'olon qilishda talashlar chiqildik, lekin bir qarorga kelolmadik. Ba'zilarimiz bu yerda bizning odamlarimiz oz, hukumatning askarlari ko'p, ularga teng kelolmaymiz. Şuna ili tarafga o'tib ketayli deymiz. Yana ba'zilarimiz yo'q, mushu yerda qo'zg'alayli. Bir nechimiz bosh bo'lib o'tirib chiqsaqla, boshqalar bizga qo'shiladi. Odamlarimiz ko'paydi, dedik. Lekin quruq qo'l bilan bir nima qilish tez. Shunga biz maslahatlashib, sendan aql so'rashga keldik. Mayli qandaqli bo'lsin, biz endi jim yetmaymiz. Mundaq qilayli, dedi Anjanbay biroz o'ylangandan keyin. İnkini silab turib, "Meningcha bu joylarning tog' daryo, egiz pastliklari, odamlari bizga 5 qo'ldek ayon. Qo'zg'ildikanmiz, cho'qim urush qilamiz. Urushning biri jang, 9 rang degan hikmatlik tamsil bor. Bizning sharoitimiz urushda rang ishlatib, dushmanni yo'qotishga bak foydali. Meningcha o'z joyimizda qo'zg'alganimiz tuzuk. Bizda qurol yo'q, lekin bizda uni dushmanning qo'lidan tortib olgudek g'ayrat bor." Ular xili uzoq maslahatlashdi. Bu maslahat bo'yicha Tahir, Zohirlar yurt aralab yurib, teng-tenglab, har biri yuzdek batur, qavul odamlarni tepish, ularning yuragi qandoq so'qidi, chekib beqish, andin nochilarni tanlab tayyor bo'lib turish. Bular bu ishlarni bitirib bo'lgacha oraliqda Anjanbaymo zak qo'layotgan mahbuslarni qo'zg'olon ko'tarishga uyushtirish, fursat kelganda bir oqshomdala jandarma, yoyi, dorg'alarni gachchida joylab etib, qoralga ega bo'lish maslahati bitdi. Ular talaga chiqishdi. Bu chog'da bo'ron pastlab, yomg'ir to'xtab, bulutlarmi tarqab, havo jahon suzilib qolgan edi. Bu uch og'ina azganlarga yig'ilib qolgan yomg'ir suyida tarat elishdi. Andin Tahir qo'ynidan Qur'onni chiqardi. Ular oldini qiblaga qilib yukinib o'ltirib, Qur'onning ustiga qo'llarini qo'yib qasam qilishdi. Zulmni yo'qotish uchun Alloh yo'lda jinimizni atadik. Navoda Alloh ko'ngillik qilib yo'limizdan yenib olsak, bizni kalamulla urg'ay. Anjanbay ikki kiyikni o'shnisiga artib, naqshisini bo'lishcha vang'ishtib etib qaytib keldi. Bu chog'da kech kirib zavol vaqti bo'lib qolgan edi. Gamilarning oldida bir muncha odamlar uning yo'liga qarshib turardi. U yaqinlab kelib, ularning oldiroq turgan dadisini tunib qoldi. Dadisining yanida aksi Jumaxun, ularning yanlarida "Voy, bu opalliq Muhammad ibn Ahmad muallimgo. Bu odam
Muşluq Mahmud Atavullah muallim, Mavu Börüxtayliq Turğun Tursun muallim, belli. Yana texi Xunsaqliq Mamdili Sabit muallim, Yapcanliq Sabit muallim, Atuşluq İbrahim muallim, hammasi issiq chiroy, to'nish kishilar. Ah, ustozlarim, dilimizdan chiroqlari. Ular quchoqlashib, yig'ilishib ko'rishdi. Muallimlarning tag'armadan qaytishi ekan. Ular Anjanboy bilan ko'rishib o'tib ketish uchun bu tarafga kelayotganda, xuddi oldin kelishib qo'ygandeklar yo'lda Qashqar tarafdan bu yoqqa qarab kelayotgan Baqaxun bilan uchrashib qopdi-da. Bu yerga billa kelibdi. Baqaxun Anjanboyga yurt mahalladagi jamoatning salomini yetkazdi. Onalari bilan ukalari tinchlik obdan turibdi, dedi. Lekin Toshkentboy bilan Ayshamgul to'g'riliq hech nima demadi. 2 oy ilgari onasi bilan dadasi kelgan chaqdimi, ular to'g'risida hech nima demagan. Xuddi ularning xabarini anglashga taqozo ekanligidan xabarsizliklar gapni uyan ilib qochib o'ltirgan. Lekin ularning ma'yuslik chiqib turgan ko'zlaridan bir shumliqning yuz berganligini sezib qilib, levini tishlab jimmida bo'lib olgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, zodi qandoq ish sodir bo'lganligini Anjanboyning bakla bilgisi keladi. So'rab beqishga texib ketnolmadi. Demizmi, shu kunlarda Toshkentboyning Oltoydagi bir qatimliq so'qishda qazo qilganligi haqidagi xabar yetib kelganlikdan uning ota-onasi, urug' tuqqan yurt jamoatlari musibatlik motam kunlarini o'tkazib o'tadi. Uning ustiga Ayshamgulmu majburiy holda Ili qozining o'g'li Ahmadga yotliq qilingan edi. Anjanboyning ota-onasi bu shum xabarlarni uning anglab qilishdan ansiraydi. Navoda u mushu azobliq kunlarda yana bu shum xabarlarni anglab qoldigan bo'lsa, u chaqda texmu bek azoblanib, bir dardining ming bo'lib ketishidan hazar aylab qoldi. Shunga ular keyincha bir gap bo'lar deb uningdan yo'chirib kelgan edi. Pahpa, dedi kiyik so'yayotgan odam ajablanib. Mao kiyikning pochaqlari sunuq turdi. O'q har ikkilisining peshonasiga tegibdi. Xuddi bog'lab qo'yib atgandeklar. Ha? Tog'ning cho'qqisida turib ekan. Qarg'a ilib atgan edim. Jirog'a tikmonlaq tushib, putsinib ketibdi, dedi Anjanboy boshqalarning qopqanda tutilgan kiyik ekan deb qilishidan ansirab. Ba'zida mushundoq omadmi kelib qoladi. Marganlikmi qol sunarjimi? Lekin o'qning mushundoq dal joyiga tekkanligi yana bir omadning yuzlanganligidan derak beradi, dedi Avud ota xushal holda. Mening chap qopqim tartsa yarshidi. Necha kun bo'ldi mushu qopqim to'la tartqili. Hamma odam qo'llarini ko'tarib duo qilishdi. Inshaalloh, ilohim deganlardek bo'lg'ay. Xudoyim hammamizga osoyishlik bergay. Amin. Sho'rpa qaynamoqda. Yulg'un yog'ichida yasalgan zixlarga o'tkazilgan kiyik go'shi kopining mazalik purqi atroflarga tarqalib turadi. Anjanboy dutarni sozlab chilishga boshladi. Uning dutarga tankash qilib aytgan naqshlarining sadosi sutdek oydin dalada jilg'ilardagi sharqaratmalarga jo'r bo'lib, qiya cho'qilarining ustida jiralamoqda. Lekin uning bugungi naqshlari ilgirgidek kishilarni kuldiradigan, yig'iladigan, arakeltadigan, masxara qiladigan naqshlarga o'xshamaydi. Xotin qizlarni mahliya qiladigan muhabbat naqshlarmi emas edi. Uning aksicha uxlaganni o'yg'otadigan, o'yg'oqlarni o'yga soladigan, badanida erkak tuki barlarni o'rindan dast turishga qo'zg'aydigan ko'tarangu ruhliq naqshlar edi. Nashida aqli bulg'angan mastkalla yoyi, dorg'a jandarmalar uning yurak sadosini tushunmaydi. Ular xuddi uyqusirgan odamdek kishilarga alang-salang qaraydi. Boshqalar kulsa ularmi og'izlarini qalchaytib sat hejishadi. Anjanboyning o'zimi bugun boshqacha bo'lib qolgan edi. Ko'zlari boshqacha parqarab qolgan, odamga tikilib qaraydigan, gapnimi oyag'andek oz qiladigan, o'ychan bo'lib qolgan edi. Lekin uning shu tapdagi naqshlari to'yli bulonni zilzilaga keltirgidek jo'shqin, yorqin jaranglaydi. Uchqin qurg'uyum, uchqin palak to'risining qararing, ko'z tegmas asla sana xalqingdir til tumaring. Uchqin qurg'uyum, uchqin madad tilab tangridan, chiqib tashla qafasni, qalmasda sen nafasdin.
uchqun qurg'iyim uchqin chiqsin mening xumarim qalbimizda shod aylab kelsin yangi zamonim. Shu oqshimi aliyatquda shahardan 2 chaparman keldi. Atigandila mahbuslar to'yli buling bilan xo'shlashdi. Anjamboy Tayir Zohirlar bilan xo'shlashishga ulgurolmay apla deb qoldi. Baqaxun bilan o'qituvchilarmi ular bilan billa yo'lga chiqdi. 15-bob tugidi.